Ko'p opa-singillarimizni sellyulit, yog'lar, ortiqcha vaznlar qiynayapti. Ana shuning uchun sizlarga zo'r mashqlarni bajarib ko'rsataman, birgalikda bajaramiz. Qani ketdik. Bu mashqlarimizni boshlashdan oldin siz har doimgidek mushaklaringiz, qomatlaringizni tik tutgan holatda o'tirib olasiz. Ana endi oyoqlarimiz o'zimizga, barmoqlarimiz o'zimizga qaragan. G'o'dalarni ko'tarib, bu mashqlar aynan varikozlarga ham foydali. Qani ketdik. Birinchi mashqimizda barmoqlarni ushlab olib va tizzalar bukiladi va tortiladi. Birin-ketin harakatlantiramiz. Shu mashqni bajarayotganimizda har doimgidek qorin qismlar tortilgan bo'ladi. Bukur holatda bajarmaymiz. Harakat qiling g'o'dalarni tutishga. Qani ketdik. 10 oyoq, tizzalar bukiladi, tizzalar tortiladi. Chap oyoq, tizzalar bukiladi, tizzalar tortiladi. 1 2 3 4 5. Qizlarjon, tirsaklar ham tortilgan bo'ladi. Bu mashqni 10 marta bajarib, keyin 20 marta bajarsangiz foydasi zo'r bo'ladi. Butun mushaklar, bo'g'inlar, paylar harakatga tushadi. Boldirlar ham og'riydi, sonlar ham og'riydi. Bu effekti zo'r bo'ladi. Bu mashqni ham bajarib bo'ldik. Ana endi keyingi mashqqa o'tamiz. Sellyulit asosan kam harakatlidan, ovqatlanib uxlashdan va harakatsizlikdan paydo bo'ladi. Siz ko'proq yurishingiz kerak, ko'proq o'z vaqtida mashqlarni bajarsangiz, butun teri qismlaringiz o'zgaradi. Harakatda bo'ling doim. Bu mashqlarni muntazam bajarsangiz ta'siriga ega bo'lasiz. Keyingi mashqqa o'tamiz. Qo'llarimizni gilamcha kengligida ochib olamiz va qo'llarimizga tiralib olamiz. Lekin tirsaklarimiz tortilgan bo'ladi. Bu mashqda butun oyoqlarimiz harakatlanadi. Oyoq barmoq uchlari pastga qaralgan bo'ladi va tortiladi. 10 oyog'imizni 10 marta bajaramiz. Ketdik. Oyoqlaringiz, barmoqlaringiz tortishib qolsa, albatta barmoqlaringizni o'zingizga qaratib oling va harakatni to'xtatmay bajarishni boshlang. Tizzalar bukiladi, tizzalar tortiladi. Chap oyoqlarimiz tortilgan bo'ladi. Qaddimizni tik tutishni unutmanglar. Mushak, qorinlar tortilgan bo'ladi. Agarda oyoqlaringiz tortishib qolsa, yana qaytarib aytaman, barmoqlaringizni o'zingizga qaratib oling va harakatni to'xtatmanglar. 10 marta bajarasiz. 10 oyog'ingiz 10 marta keyin chap oyoq. Tizzalar tortilgan bo'ladi. Ana endi 30 marta 10 oyoqni bajarasiz. Keyin 30 marta chap oyoqni. 3-chi mashqqa o'tamiz endi. Ikkita oyog'imizni baravar bukib olamiz, baravar harakatlantiramiz. Qorinlar tortilgan bo'ladi. Tizzalar bukiladi va tortiladi. Bukiladi, tortiladi. Ozgina charchagan bo'lsangiz 1 daqiqa dam olib, bu mashqni davom etasiz. Bu mashqni bajarayotganingizda qorin mushaklari og'rishni boshlaydi. Bu normal holat hisoblanadi. Bu mashqni bajarib bo'lgan bo'lsangiz, keyingi mashqqa o'tamiz.
mashqlarni o'z vaqtida bajaring va chiroyli qomat egasi bo'ling.